musulmon qilib yaratgan. Musulmonlarning ichidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ümmet qilib yaratganlar. Musulmon bo'lgandan keyin baribizga 5 vaqt namoz farz bo'ldi tuğanlar. Namaz okusak har qanday muhtojligimiz chechiladi. O'rotgan bo'lsak Alloh taolo shifo beradi. Namazdan 12 aşık paydası var deb qo'ydi tuğanlar. Namaz 5 açqıcı deydi tuğanlar. Aniqdan bugungi to'yga kelgan jalpi qo'noqlarga so'rab bereyim. Biz 5 vaqt namazды azan chaqirib, qomat aytib banan o'qiyotganmiz tuğanlar. Qaysi vaqtda azan aytamiz, qomat aytamiz, biroq namaz o'qiymiz. Qaysi vaqtda tuğanlar bilgenler bo'lsa qo'l ko'taringizlar, priz beramiz. Qaysi vaqtda azan aytamiz, qomat aytamiz, biroq namaz o'qiymiz. Kim? Kelinglar. Qaysi vaqtda to'ra javobni o'g'ali? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Bala төрөлгөндө ат койгондо. Тура тугандар, бала төрөлүп ат койгондо оң кулагына азан айтып, сол кулагына комат айтабыз. Бул белек сизге.